Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali maktabgacha ta'lim yo'nalishi pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti 201 guruh talabasi Umarova Sevinchning tabiat bilan tanishtirish metodikasi fanidan tayyorlagan taqdimoti. Mavzu: maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tabiat burchagini tashkil qilish. Reja: tabiat burchagining maqsad va vazifalari. Ikkinchi reja: tabiat burchagini tashkil etishda qo'yiladigan umumiy talablar. Tabiat burchagining asosiy qismlari va jihozlari. Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi tabiat burchagini bolalarning tabiat hodisalari, o'simlik va hayvonlarning rivojlanishi bilan ishlash maxsus tashkil etilgan muammodir. Asosiy maqsad bolalarda ekologik madaniyat, tabiatga mehr, kuzatuvchanlik va mehnatsevarlik va javobgarlikni shakllantiradi. Tabiat burchagini tashkil etishda umumiy talablar: tabiat burchagi yorug', shamollatilgan, xavfsiz joyda bo'lishi kerak. Bolalar yosh va guruh imkoniyatlariga mos bo'lishi, jihozlar bolalarga qulay tarzda joylashtiriladi. O'simlik va hayvonlar to'g'risida tanlanadi. Parvarish oson bo'lganlar, gigiyena, sanitariya va xavfsizlik qoidalariga rioya etiladi. Suv quygich, ketmoncha, purkagich, latta kabi vositalar bo'lishi shart. Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi tabiat burchagi bu bolalarning atrof muhit haqidagi bilimlarini kengaytirish, ekologik madaniyatni shakllantirish, tabiatga mehr va e'tibor bilan qarashni o'rgatuvchi maxsus didaktik makondir. Bunday burchak orqali bola o'simlik va hayvonlarni parvarish qilishni o'rganadi, mehnatsevarlik va javobgarlik ko'nikmalarini rivojlantiradi, sabab oqibat aloqalarini tushunishga o'rganadi. Sug'orsa o'sadi, qarov bo'lmasa quriydi. Tabiat bevosita muloqot qiladi. Tabiat burchagini tashkil etishda quyidagi pedagogik, sanitariya, gigiyena, estetik, psixologik va tashkiliy talablar qat'iy e'tiborga olinadi. Pedagogik talablar: bolalarning yosh va rivojlanishiga mos bo'lishi, katta guruhda murakkabroq tajribalar bo'ladi, kichik guruhda parvarishi oson o'simliklar kerak bo'ladi. Bolalarning yoshi va rivojlanishiga mos bo'lishi, katta guruhda murakkabroq tajribalar bo'ladi, kichik guruhda parvarishi oson o'simliklar kerak bo'ladi. O'quv jarayoniga mos integratsiya: tabiat burchagi, ekologiya, atrof muhit, mehnat, nutq, matematika mashg'ulotlari bilan bog'lanishi kerak. Agar tashkilotda ruxsat bo'lsa, tabiat burchagida kichik hayvonlar ham saqlanadi. Bu bo'lim bolalarda hayvonot olamiga mehr uyg'otadi va ularning xulq-atvori, oziqlanishi haqida bevosita kuzatish imkonini yaratadi. Unda bu qism tabiat hodisalarini ilmiy asosda kuzatish, tajribalar o'tkazish va sabab-oqibatlarni tushunishga yordam beradi. Bolalar ushbu qismda o'simliklar, tuproq, suv, yorug'lik, havo bilan bog'liq oddiy tajribalar o'tkazadilar. Xulosa: maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tabiat burchagini tashkil etish bolalarning ekologik madaniyatini shakllantiradi, ularning kuzatuvchanligini oshirishda hamda tabiatga mehr va g'amxo'rlik ruhida tarbiyalashga muhim o'rin tutadi. Tabiat burchagida bolalar uchun tirik tabiat hodisalarini bevosita kuzatish, o'simlik va hayvonlar bilan muloqot qilish, ularni parvarish qilish orqali amaliy tajriba orttirish imkonini yaratadi. E'tiboringiz uchun